Poytaxtimizda Pharma Euro-Asia and Medtech xalqaro ko'rgazmasi tashkil etildi. Tadbir Yevropa va Osiyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilari, regulyatorlari, tibbiyot va farmatsevtika sanoatining asosiy ekspertlarini bir maydonda jamladi. Ko'rgazma mahalliy bozorni rivojlantirishi va xalqaro hamkorlikni yanada mustahkamlashi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi tibbiyot va farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur nufuzli xalqaro tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil yanvar va fevral oylaridagi tegishli farmonlari ijrosini ta'minlash, milliy sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, texnologik modernizatsiya qilish va farmatsevtika sohasida investitsion jozibadorlikni oshirish maqsadida o'tkazilmoqda. Tadbir doirasida Toshkent Pharma Parkning Markaziy Osiyodagi yirik farmatsevtika va biotexnologiya hubi sifatida rivojlantirish strategiyasiga bag'ishlangan ilmiy amaliy konferensiya va sessiyalar ham o'tkazildi. Oxirgi 2 yilda ishlab chiqarish 80% o'sdi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan farmatsevtika sohasiga hozir juda ham e'tibor katta. Xabarlaring bor, 5-marta ham o'zlari ochiq muloqot o'tkazib, barcha tadbirkorlar bilan uchrashdilar, ularga bir qancha imkoniyatlar yaratib berdilar. Juda ham ko'p imtiyozlar yaratildi. Mana shu yerda ba'zi bir investorlar, xorijiy investorlar ham buni ta'kidlab o'tishdi. O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi yaxshi munosabatlar va do'stona aloqalar yanada mustahkamlanmoqda. Bu hamkorligimiz doirasida birinchi o'tkazayotgan konferensiyamizdir. Biz birinchi qadam sifatida 1,3 million dollarlik investitsiyani farmatsevtika sohasiga yo'naltiryapmiz va bu boshlanishi uchun juda muhim hisoblanadi. Keyinchalik esa Green Hills Care nomli yangi loyiha ochiladi va bu biz uchun yana bir muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Undan keyin farmatsevtikaga yana 25 million dollarlik sarmoya kiritishni rejalashtiryapmiz. Shuningdek, yana bir yangi farmatsevtik kompaniya faoliyatini yo'lga qo'yish niyatidamiz. Biz muhtaram prezident tomonidan investitsiya sohasiga katta e'tibor qaratilayotganini ko'ryapmiz. Davlat rahbarining shaxsan investitsiyalar sohasini nazorat qilishi va uni qo'llab-quvvatlashi sarmoyadorlar uchun nihoyatda katta ishonch omili bo'ladi va bu eng muhim narsadir. Ko'rgazmada ishtirokchilar kosmetologiya va teri parvarishi, nutritsevtika, vitaminlar, biologik faol qo'shimchalar va funksional oziqlanish, onkologiya, kardiologiya, gastroenterologiya, oftalmologiya, stomatologiya, anesteziologiya yo'nalishidagi tayyor dori vositalari hamda infuzion eritmalar va yuqori oqsilli davolovchi vositalarni taqdim etmoqdalar. 저희 회사는 주로 의료기기와 화장품을 판매하는 회사인데요. Bizning kompaniya asosan tabiiy uskunalar va kosmetik mahsulotlarni sotish bilan shug'ullanadi. Ko'rgazma orqali mahsulotlarimizning ustun tomonlarini O'zbekistonda namoyish etish, kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlarini sinab ko'rish va O'zbekiston bilan yaqin hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishni maqsad qilganmiz. So'nggi paytlarda O'zbekistonning strategik ahamiyati hamda geografik ustunliklari haqida ko'p ma'lumotga ega bo'ldik. Shu sababli bu mamlakatga qiziqishimiz katta. Biz O'zbekiston orqali Markaziy Osiyo bozoriga mahsulotlarimizni faol ravishda olib kirishni rejalashtirmoqdamiz. Shuning uchun ham O'zbekistonga sarmoya kiritish va hamkorlik qilish masalasiga juda jiddiy va faol yondashyapmiz. I've seen tremendous transformation in Uzbekistan. Davlatingiz rahbari investitsiyalarni jalb qilish va aholi turmush sifatini yaxshilashga katta e'tibor qaratmoqda. Bizning korxona dunyo bo'ylab 50 dan ortiq bozorlarga xizmat ko'rsatadi. Bu 45 yillik tarixga ega kompaniya hisoblanadi. Biz O'zbekistonga davolanish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradigan farmatsevtika mahsulotlarini yetkazib beramiz va innovatsion yechimlarni taklif qilamiz. Ular bemorlarga nafaqat xarajatlarni kamaytirishga, balki yanada samarali va tezroq shifo olishga yordam beradi. Biz jiddiy va uzoq muddatli hamkorlik qilmoqchimiz. Ko'plab kompaniyalar, jumladan bizning kompaniyamiz ham O'zbekistonda ishlab chiqarish va distributsiya loyihalariga sarmoya kiritish rejalarini ko'rib chiqmoqda. Shuningdek, ko'rgazmada farmatsevtika ishlab chiqarish uskunalari, suv va havoni tozalash texnologiyalari, harorat va namlik nazorati tizimlari, qadoqlash, quyish uskunalari hamda diagnostika texnologiyalari ham namoyish etilmoqda.